Ro'za tutish mobaynida biz taom iste'molini nazoratga olganimizdek, media olamida iste'mol qilayotgan kontentlarimizni ham nazoratga olishimiz kerak. Nojo'ya videolardan o'zimizni tiyishimiz lozimdir. Zotan taom oshqozonga tushsa, kontent ongimiz va qalbimizga kiradi. Mos ravishda nojo'ya taom iste'moli tanamizni kasal qilganidek, nojo'ya videoni iste'mol qilish ruhimizga shikast yetkazadi. Ko'pchiligimiz Ismoil birodarni propaganda nomli video silsilasini ko'rdik. Ushbu videolarda bugungi kundagi sayoz blogerlar tayyorlayotgan kontent yosh avlodga qanchalar xatarli va zararli oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida dolzarb mavzu yoritilgan. Nega bu mavzu shunchalar dolzarb? Sababi aynan media butun boshli bir millatni qadriyatlari, dini, dunyo qarashini o'zgartirib, ularning axloqini buzib, begona madaniyatni kirgizish hamda hayo pardalarini yirtish va oilaviy qadriyatlarni yakson etish uchun eng kuchli qurollardan biri hisoblanadi. Mediadagi syujet, personajlar yordamida xohlagan millatga ular orasida ko'rishni istagan odatni singdirish mumkin bo'ladi. Buni yaqin tariximiz misolida ko'rishimiz mumkin. Sobiq Sovet tuzumi diyorimizni mustamlaka qilib olganidan so'ng, dinga muhabbatli xalqimizga o'zining dahriylik g'oyalarini singdirish taraddudini qila boshladi. Ular bu yo'lda mavjud barcha vositalardan foydalanishdi. Xususan dahriylikni targ'ib qiladigan darsliklar orqali, ziyolilarimizni qatag'on qilish orqali va yana bir muhim vosita, kinofilmlar orqali amalga oshirmoqchi bo'lishdi. Keling birgina mast qiluvchi ichimliklar propagandasi kinofilmlar orqali qanday amalga oshirilganini ko'rib chiqamiz. Masalan, 1948-yilda suratga olingan Farg'ona qizi nomli kinofilmdan olingan ushbu parchaga e'tibor qarating. Ushbu kadrlarda o'zbekona kiyingan nomahram erkak va ayollar aralashib, birgalikda pivo ichib o'tirishibdi. Dilbar ismli film qahramoniga bir qiz deb aytishi juda ajablanarli. Qahramon qiz deganidan keyin hamma qadahlarni urishtirib, pivani ichib olishadi. Keyin Dilbar yonida turgan boshqa bir qizga qarab, "Mana buni ichib bering" deydi. Savol paydo bo'ladi. Nega hamma bir-biriga pivo ichirishga bunchalar harakat qilmasa? Keyin kadrlarda qizning dadasi kelganini ham ko'rishimiz mumkin. U ham joylashib o'tirgach, katta qadahda unga ham pivo keltiriladi. Uning kiyim-kechagiga e'tibor bering. U toza o'zbek otaxonlaridek cho'pon, do'ppi kiygan, belbog' bog'lagan. Atrofda ham o'zbekona kiyingan yigitlar va qizlar birgalikda pivo ichib xushchaqchaqlashib o'tirishibdi. Bularning barchasi nega suratga olingan? Shubhasiz bu o'zbek xalqini o'z dinlaridan uzoqlashtirish, millatni buzish hamda ularning aql-xushlarini o'g'irlab, ichkilik ichadigan, mast bo'lib o'zini yo'qotadigan insonlarga aylantirish uchun edi. Agar xalqqa mast qiluvchi ichimlik bersangiz, ular o'zligini unutishadi, bosqinchilarga muammo keltirib chiqarmaydigan, o'z muammolariga o'zlari qorishib yotadigan bo'lishadi. Shu sababdan Sovet hukumat ham o'zbeklar ongini mast qiluvchi ichimliklar orqali egallab olish uchun o'z filmlarida shunday propaganda lavhalarini ko'plab yo'lga qo'yib kelgan. Bunga yana bir yorqin misol qilib, Kelinlar qo'zg'aloni filmidagi ushbu parchani keltirishimiz mumkin. Aya, menga qara Hakimboy. Mana sen doktorsan-a? Bu spirtli ichimliklar haqida meditsinani fikri qanday a? Aka, Qani? qita bo'lsa meditsinaning fikri yomon bo'lmaydi. Ana, lekin bu qurib ketgur qatdan topamiz. Qo'ysanglar shu qaqta. Menga qaranglar, yo'q. Menga qaranglar, bu yog'ini menga qo'yib beringlar. Ushbu kadrlarda doktor aka tibbiyot nomidan aroq ichish zarari kam ekanini aytib o'tyapti. Keyin ushbu kadrlarga ham e'tibor qarataylik. Mana, bir pasta qoyil qildik. Iya, darrov keldingmi? Ham tayyor. Aka, ale. Bu tasvirda esa Alloh Qur'oni Karimda harom qilgan xamr mo'minlar uchun muborak qilib berilgan Zamzam suvi nomi bilan atalmoqda. Yana millionlab o'zbek tomoshabinlarining qalbidan o'rin olgan uchrashuv teleminaturalarini olaylik. Qismlardan birida 2 nafar yigit bir tanishinikiga mehmonga kelishadi. Mezbon qancha noz-ne'matlar keltirib dasturxonga qo'ysa ham, mehmonlar norozi bo'lishadi. Ular aslida aroq ichish uchun kelganlari ma'lum bo'ladi. Ular yaqinroq. Avvalambor biz seni uyingga keks yo qaymoq yegani kelganimiz yo'q. Ana bu bor-ku, nima edi? Haligi bor-u, haligi. Nima edi? Hozir his qilamiz-da, hozir. Endi tushundi. Ammo bunday narsani xayolga ham keltirmagan mezbon aqlsiz, landavur odamdek qilib tasvirlangan. Yana shu teleminaturalarning boshqa bir qismida o'g'lini uylantirmoqchi bo'lgan o'zbek ota haqida ko'rishimiz mumkin. To'ylarda kuyov tarafga juda ko'plab yuklab yuborilgani hazil tariqasida yaxshi tushuntirilgan, ammo to'yga kerakli narsalar sanalayotganda
3 yashik aroq. Aka, 3 yoshli kamliqlarniki 4 yoshli bo'la qolsin. Sazagingiz bo'lmasin. 4 yashik bo'lsa bo'pti-da. Xo'sh, o'shancha vino. Ha. 15 ta shampanskiy. Qizlar ichadi buni. Xo'p, 100 ta mineralli suv. Piva-chi, piva. Piva ham bo'lish kerak. Boringki, uka sazangiz bo'lmasin. Pivo bo'lsa 6 yashik bo'pti-da. Endi to'y kuni ketmasa, bosh og'rig'iga ertasiga ichib olishadi-da. Zarari yo'q, zarari yo'q. Xullas, bu kabi sahnalar SSR qo'l ostida ishlab chiqarilgan kinofilmlarda juda ko'p uchraydi. U davrda filmlar barmoq bilan sanarli edi. Yangi film chiqsa, uni butun xalq tomosha qilar, qayta-qayta ko'rib, ularni muhokama qilishardi. Hatto qahramonlarning ko'plab iqtiboslarini so'zma-so'z yodlanib ham qolar edi. Natijada ularning bu urinishlari o'z samarasini berdi ham. 13 asr davomida islomni mahkam ushlab, dunyo musulmonlariga dars bera oladigan ko'plab ulamolarni chiqargan millat 70-80 yil ichida xamirni suvdek iste'mol qiladigan holga keldi. Xamir ichadiganlar haqiqiy erkak, undan o'zini chetga oladiganlar esa qo'rqoq ayol sifat hisoblanadigan bo'ldi. Holbuki Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: Ey iymon keltirganlar, albatta xamir, qimor, butlar va fol ochadigan cho'plar iflosdir, shaytonning ishidir. Bas undan chetda bo'ling, shoyatki najot topsangiz. Albatta shayton xamir, ya'ni mast qiluvchi narsalar va qimor tufayli oralaringizga adovat va yomon ko'rishlikni solishni hamda sizlarni Allohning zikridan va namozdan to'sishni xohlaydi. Endi to'xtarsizlar. Endi bugungi kunimizga nazar solaylik. Hozirgi kunda ishlanayotgan seriallar va filmlarning nomining o'zi ba'zi odamlarimizdan hayo pardasi ko'tarilganini ko'rsatib turibdi. Zo'rlangan kelin, suyuqoyoq kelin, qo'shmachi xotin, xiyonatkor ayol, qaynonamning jazmanimni kelin qildim. Bunday nomlarni yana yuzlab sanash mumkin. Bunday filmlar haqida rejissyorlarga, kinokompaniyalarga qanchadan qancha va'z nasihatlar qilindi. Ammo ular bu filmlarni chiqarishda baribir to'xtashmadi. Bu filmlar orqali nimani targ'ib qilishmoqchi? Biz musulmonlar bunday filmlardan o'zimizni va yon atrofimizdagilarimizni asrashimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi: Ey iymon keltirganlar, o'zingizni va ahli ayolingizni yoqilg'isi odamlar u toshdan bo'lgan o'tdan saqlang. Uning tepasida qo'pol, darg'azab farishtalar bo'lib, ular Allohning amriga isyon qilmaslar va nimaga buyurilsalar shuni qilurlar. Zamonaviy medianing ajralmas qismi bo'lgan blogerlarning videolari mana nima uchun xavfli endi tushungandirsiz. Bu qisqa Vine videolar aksariyat yoshlar hayotining bir qismiga aylanib qoldi. Blogerlarimiz va Vinechilarimiz ommaga taqdim qilayotgan videoroliklarda giyohvand moddalar iste'mol qilish, sigaret, nos chekish, qizlar bilan toqqa chiqish, zino qilish, so'kinish kabi harom amallar ijobiy ko'rinishda ko'rsatib berilmoqda. Ko'pchilik tanqidchilar darrov bu 1-2 daqiqalik videolar nima ham qila olardi, 15-20 yoshli odam shu videolar buzib qo'yarmidi deyishlari mumkin. Ammo biz bu videolarning kundan kunga ko'payayotganiga va blogerlarimiz tomonidan oddiy holga aylantirilayotganiga e'tibor qaratishimiz kerak. Propagandaning asosiy qonuni bu o'zlari ommaga ishontirishni xohlagan mafkurani qayta ko'rsataverishdadir. Bu haqida muhokamamizning avvalida sovetlar xalqimizga ichkilikni singdirgani misolida keltirib o'tgan edik. Agar Vinerlarning yuqorida aytib o'tgan faxsh kontentlariga beparvolik bilan qaraydigan bo'lsak, Alloh saqlasin, bu ertangi kunda jamiyatimizning halokatiga olib keladi. Yangi avlod vakili zino qilish, nomahramlar bilan xiringlab yurish, sigaret, nos chekish va so'kinish oddiy holdek ko'rsatiladigan videolarni ko'rganida o'zi shunday bo'lish kerak ekan, bu oddiy holat deb fikr yurita boshlaydi. Videodagi ko'rishlar sonini oshirishning eng oson yo'li bu faxsh mavzuda video olish bo'lib qoldi. O'z shaxsiy manfaatlarini o'ylab oxiratini unutayotgan, xalqni chuqur botqoqqa botirishga sabab bo'layotgan ushbu blogerlarimizdan insofga kelishlarini hamda Alloh taoloning ushbu ogohlantirishlariga e'tibor qaratishlarini so'rab qolamiz. Albatta iymon keltirganlar ichida fohisha tarqalishini yaxshi ko'radiganlarga bu dunyoyu oxiratda alamli azob bordir. Alloh biladir, sizlar bilmassizlar. Agar birov men o'zbek mediasini kuzatmayman, jahon mediasini kuzataman desa, u yerda ahvol bundan-da ayanchli. Netflix, Amazon Prime, HBO kabi streaminglar uzatayotgan va Gollywood, Bollywood kabi kinokorporatsiyalar ishlayotgan ba'zi filmlarning ortida axloqiy buzg'unchilik, diniy mafkuralar, fitratga qarshi xurujlar bor ekani musulmonlarni tashvishga solish kerak. Mana masalan, Gollywoodda suratga olingan qadimgi Yunon shirkiy e'tiqodidagi ilohlar haqidagi filmlarni olaylik. Titanlar jangi, Percy Jackson,
Titan, Gerakl, Misr afsonalari bu filmlarda Yunon va Misr shirkiy e'tiqodlariga asoslangan Zevs, Poseidon, Hades, Osiris, Isis kabi to'qima olihalar olqishlanadi. Bolalar uchun suratga olingan Gerkules multfilmi ham Yunon afsonalariga asoslangan to'qima ma'budlar Gerkules, Zevs va Hadeslar haqida. Alloh taolo Qur'oni Karimda inson zoti qilishi mumkin bo'lgan eng ulkan gunoh bu Allohga boshqalarni shirk keltirish ekanini aytib o'tgan. Albatta Alloh o'ziga shirk keltirilishini kechirmas. Undan boshqa gunohni kimni xohlasa kechirur. Kim Allohga shirk keltirsa, shubhasiz katta gunohni to'qibdir. Yoki Marvel va DC komikslariga asoslangan to'qima qahramonlarni olsak, ushbu filmlar orasida Thor va Loki kabi personajlar oddiy insonlar emas, ilohlar bo'lishadi va ular buni film davomida ko'plab marta ta'kidlab aytishadi. I am a god, you dull creature. Bu film shunchaki ertak bo'lgan taqdirda ham musulmon odam Allohga shirk keltirilayotgan voqealarga to'la bo'lgan kinofilmlarga beparvo bo'lishi to'g'ri bo'lmaydi. Alloh hech kechirmasligini aytgan yagona gunoh bu shirk keltirishdir. Yana Alloh taolo o'zini iloh deb ataganlarni qanday qismat kutayotganini ham aytib ogohlantirgan. Ulardan kim men undan o'zga ilohman desa, bas o'shani jahannam ila jazolarmiz. Zolimlarni shunday jazolarmiz. Alloh bori va taolo biz musulmonlarni bunday narsalarga beparvo bo'lishdan ogohlantirgan. Badahiq sizlarga kitobda Allohning oyatlariga kufr keltirilgan va ularni istehzo qilingan chog'da boshqa gapga o'tmagunlaricha ular bilan o'tirmanglar deb tushirdi. Agar o'tirsangiz, siz ham ularga o'xshashsiz. Albatta Alloh munofiq va kofirlarning barchasini jahannamda jamlovchidir. Agar bu filmlarda Allohga kufr keltirilayotganini, unga shiriklar qilinayotganini ko'rib turib ham ularni ko'rishda davom etaversak, ushbu oyatga xilof qilgan bo'lamiz. Gunohga rozi bo'lish, unga sherik bo'lishdek gap. Bundan tashqari yana ko'plab filmlardagi bosh qahramon odamlarni laqillatib pullarni olib qo'ygani, qimor o'ynab pullar yutishi, har gapida yolg'on ishlatishi, zino qilishi, firibgarlik qilishi go'yoki zukkolik, chaqqonlik va uddabironlik qilib ko'rsatilgan. Bularning barchasi islomda katta gunohlar hisoblanadi. Xudosizlik, dinsizlik avj olgan Yevropa xalqlari ichida bu oddiy hol bo'lgani bilan musulmonlar uchun qabul qilib bo'lmas xulq-atvordir. Yana shuningdek kino qahramonlarining zino qilishi odat tusiga aylangan. Bunday jirkanch gunoh kabira qiladigan qahramonlardan musulmon odam qanday o'rnak olishi mumkin? Alloh bori va taolo o'z kitobida va zinoga yaqinlashmanglar. Albatta u fohisha ish va yomon yo'ldir deb marhamat qilgan. Filmlarda targ'ib qilinadigan yana bir gunoh kabira sehr bo'lib, u farzandlarimiz va kattalar ham yaxshi ko'radigan Harry Potter singari filmlarda romantizatsiya qilinadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda sehrgar qayerda bo'lsa ham zafar topmas deb aytgan. Yana Qur'oni Karimda Musa alayhisalomning tillaridan sehrgar najot topmaslar deyiladi. Ushbu filmda esa sehrgarlar alohida inomga erishgan, tanlangan odamlar qilib, oddiy odamlar esa inomdan quruq qolgan, zerikarli odamlar qilib ko'rsatilgan. Alloh taolo sehrgarlar najot topmasligini o'z kitobida bizga ta'kidlab aytib turganida, biz qanday qilib qalblarimiz yayrab sehrgar va jodugarlar haqidagi filmlarni tomosha qilamiz? Film va seriallar orqali targ'ib qilinayotgan yana bir jirkanch gunoh kabira bachchavozlik bo'lib, G'arb kattalar uchun mo'ljallangan film va seriallar bir yoqda tursin, hatto yosh bolalar uchun qilinadigan multfilmlarga ham LGBT targ'ibotlarini qo'shishni boshlab yuborishgan. Pixar tomonidan suratga olingan Olg'a, Walt Disney tomonidan suratga olingan G'alati olamdagi sarguzashtlar deb nomlangan multfilmlarda bajavoz qahramonlar ko'rinish berishadi. AQSh hozirda bunday propagandalarning eng ko'p qurboniga aylangan mamlakat bo'lib turibdi. Statistikalarga ko'ra 1990-yilda AQShda 4% erkaklar bachavoz bo'lgan bo'lishsa, 2023-yildagi so'rovnomalar ularning 20% dan oshganini ko'rsatdi. Farzandlarimiz tomosha qilayotgan multfilm, kino va seriallarga e'tiborli bo'lishimiz o'ta muhim. Chunki ular tomosha qilayotgan filmlardagi qahramonlardan o'zlari sezmagan holda oz bo'lsa-da ibrat olishadi. Dinimiz va milliy qadriyatlarimizga zid bo'lgan g'oyalarni, har qanday axlatu chiqindilarni farzandlarimizning miyalariga quyishlardan ogoh bo'lishimiz har birimizning vazifamizdir. Ba'zi turk va hind filmlari orqali uzatilayotgan behayolik va fitnalarni alohida gapirishning ham hojati yo'q. Aziz birodar, qiyomat kuni bu dunyoda Allohning zikrisiz o'tkazgan har bir onimiz uchun afsus chekamiz, pushaymon bo'lamiz. Endi o'ylab ko'ring, agar nomai a'molimiz zikrsizlik u yoqda tursin, balki harom sahnalarga to'la seriallar va filmlar bilan band bo'lgan, soatlar bilan to'la bo'lsa, qanday ahvolga tushamiz? Alloh asrasin.
U zot Qur'onda aytganidek, kim zarracha yaxshilik qilsa, uni ko'radi. Kim zarracha yomonlik qilsa, uni ham ko'radi. Birodar, Ramazon aynan nimalarni ko'rayotganimizni filtrlab olishimiz uchun qulay fursat. Agar biz iste'mol qilayotgan kontentimizni isloh qilib, behuda, bo'lmag'ur narsalarni tark etishni shu oyda yo'lga qo'yib olsak, yil bo'yi bu odat tusiga kiradi. Ortiq bema'ni, lag'ov videolar ko'rmaydigan, vaqtimizni qadriga yetadigan bo'lamiz va uni o'rniga saviyali kontentlar iste'mol qilishni boshlaymiz. Alloh taolo holatimizni isloh qilsin. Salomat bo'ling.